sport xabarlari. Assalomu alaykum. Sport xabarlari taqdimoti bilan studiyada Dilnoza Toshmuhamedova. Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyida sport sog'lom xalq, sog'lom jamiyatning tayanch ustunidir shiori ostida talabalar uchun tadbir tashkil etildi. Unda Chirchiq davlat pedagogika universiteti ustoz murabbiylari va talabalari ishtirok etishdi. Tadbirni muzey direktori Gulnoza Ahmadaliyeva ochib berdi va so'zi davomida muzey haqida batafsil ma'lumot berdi. Bu haqda Chirchiq davlat pedagogika universiteti bolalar sporti kafedrasi mudiri, dotsent, falsafa fanlari doktori Abduqayim Abdullayev shunday fikr bildirdi. Olimpiya shon-shuhrati muzeyida biz har chorakda bir marta katta ma'naviy ma'rifiy sportchilar bilan tadbir o'tkazib turamiz. Hamkorlik o'rtasida shartnomamiz bor. Bu shartnoma ikki tomondan xizmat qiladi, chunki biz ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar ertaga maktabgacha ta'lim tashkilotlariga, umumiy o'rta ta'lim maktablariga ta'lim bergani boradi. Olimpiada o'yinlarida bizni dunyoga bayrog'imizni yuqoriga cho'qqiga ko'tarayotgan sportchilarimiz haqida Hasanboy Do'stmatov, Diyora Keldiyor va shu qator bir qancha sportchilarimiz haqida ular bilish kerak. Mashg'ulotlar natijasida bu bayrog'imizni yuqoriga ko'tarayotgan haqida bugungi tadbirda o'zlari yetarlicha bilim xulosa oladi. Muzey yaqinda bu rekonstruksiyadan chiqqanligi, biz har bitta kursni etap kelyapmiz. O'tgan safar 5-kursda keldik. Hozir 4-kurs talabalarimiz, sirtqi, kunduzgi, kechki talabalarimizni kursma-kurs qilib kelyapmiz. Muzey rahbariyati tomonidan joy-joyiga qilib joylashganligi, bu ham ma'naviy zavq beradi. Olimpiya shon-shuhrati muzeyi ham manzarali joyga joylashgan. Bu yerga kelib talabalarimiz Olimpiada bayroqlarini, Paralimpiyada bo'yicha erishgan yutuqlarimiz haqida ham dars jarayonida olgan bilimlarini bu yerda yana ham mustahkamlashga xizmat qilgan. Siz sport xabarlari bilan tanishdingiz.